Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Tinchmisan, ukam? Nima gap? Tinchlikmi? Tinchlik aka. Shunchaki bir sizni bir yo'qlab kelay deb keldim aka. Ota-onamiz o'tganlaridan keyin anchadan beri salom alaykum qilmay qo'ydik aka. Shuning uchun siz bilan bir dildan suhbatlashishim keldi. Biron narsa bo'ldimi? Pul kerakmi? Yo'q aka, pul kerak emas. Shunchaki sizni sog'indim aka. Oqibatimiz buzilganday bo'ldi. Sizni ko'rsam, otamni ko'rganday bo'laman. Siz bilan shunchaki bir suhbatlashishim keldi aka. Bir daqiqa. Alo? Ha, olib borib berdingmi? Hali ham olib borganing yo'q. Senlarga necha marta aytganman. Sen vaqtiga yetkazishing kerak o'sha narsani. Bo'pti, boryapman. Nima deyatuvding? Ota-ona o'tgandan keyin mehr oqibat ham yo'qolar ekanda. Ha, mayli. Siz bilan bir dildan suhbatlashishim keldi. Sizni ko'rsam, otamni ko'rganday bo'laman aka.